Mana bugun Bulung'ur tuman tibbiyot birlashmasiga hurmatli prezidentimizning olib borilayotgan siyosatlarning ijrosini ta'minlash maqsadida, ya'ni tibbiyotni aholiga, chekka hududlarda yashaydigan aholiga yanada yaqinlashtirib, ixtisoslashgan tibbiy yordamdan bahramand bo'lish uchun Sog'liqni saqlash vazirligi tashabbusi va Respublika milliy markazining xodimlari, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining topshiriqlari natijasida mana mobil angiografik apparat kelib o'rnatildi. Ushbu apparat mana shu Bulung'ur tumani aholisini xavf guruhiga kiruvchi yurak qon tomirida muammosi bor bemorlarni angiografik tekshiruvdan o'tkazilib, bu yerda aniqlansa, agar qandaydir yurak qon tomir sistemasida yetishmovchilik, har xil patologik holatlar aniqlangan taqdirda bularga stentlash, har xil shu kardiokirurgik muolajalarni o'tkazish ko'zda tutilgan. Bu muolajalarda barchasi aholimizga bepul va uyini yonida, shu o'zini mahallasida hech qanday xarajatlarsiz, chiqimlarsiz amalga oshiriladi. Bu holat xalqimizga mana shu bayram arafasida yuqori kayfiyat bag'ishladi. Hozir biz suhbatlarda ham shu bemorlarimiz kelib o'zlarini prezidentimizga bo'lgan, sog'liqni saqlash sohasidagi rahbariyatga bo'lgan barcha rahmatlarini bildirishyapti. Hozir mutaxassislarimiz tomonidan o'rtacha 500 ga nafar bemorlarda angiografik tekshiruv o'tkazilib, og'ir holatlar, asoratli holatlar aniqlangan taqdirda davlat tibbiy sug'urtasi tomonidan demak bepul davolash choralarini ko'riladi. Bu mobil kompleksda yurak qon tomir kasalliklarini erta aniqlash va ularni o'z vaqtida diagnostika va davolash uchun ishlatiladi. Mobil kompleks yurak qon tomir kasalliklarida ateroskleroz kasalliklarining oqibati bo'lgan kasalliklarni, infarktni erta oldini olish uchun ishlatiladi. Bu yerda mobil kompleks navbatdagi manzili Bulung'ur tumani bo'ldi. Hozirda biz bu yerda aholini birlamchi tibbiy ko'rikdan o'tkazib, kardioskrining qilib, EKG, echo, kardiolog ko'rigi, laboratoriya tahlillarni o'tkazib, imtiyozli o'tkazib, bemorlarni kardiografiya amaliyoti o'tkazamiz. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki, insonni umri O'zbekiston Respublikasida va butun dunyoda eng ko'p tarqalgan kasalliklardan biri bu yurak qon tomir kasalliklari hisoblanadi. O'sha yurak qon tomir kasalliklaridan erta o'limni oldini olish uchun ushbu noyob kompleks o'zini xizmatini, o'zini vazifasini bajaryapti.